Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi tahrirdagi jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslari, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mustahkamlab qo'yildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ham ayni yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Qonunda Milliy antidoping agentligining huquqiy maqomi ham belgilandi. Shuningdek, sportda dopingning oldini olish va unga qarshi kurashish tartibi Butunjahon antidoping agentligi tavsiyalari asosida takomillashtirilib, antidoping qoidalarini buzganligi uchun qo'llaniladigan choralar ko'rsatib o'tildi. Misol uchun, oldingi 2015-yilda imzolangan qonunda sportda antidoping qoidabuzarliklar 7 ta banddan iborat edi. Yangi imzolangan qonunda antidoping qoidalari xalqaro antidoping agentligining kodeksi va xalqaro standartlarga asosan takomillashtirildi. Shuningdek, bu qonun bilan birga sport sohasida antidoping yo'nalishi bo'yicha kurashish va uni oldini olish bo'yicha bir qancha yengilliklar va qo'shimchalar kiritildi. Misol uchun, sport muassasalarining yuridik maqomi belgilandi. Ya'ni sportchining doping iste'mol qilinishida nafaqat sportchi, balkim sportchining vakili, murabbiysi, shifokorining yuridik bilim va saviyadan oshirish bo'yicha alohida turkum topshiriqlar berildi. Qonunda ahamiyatli joyi milliy antidoping qoidalari. O'zbekiston Respublikasi Milliy antidoping agentligining vakolatiga berildi. Bu albatta xalqaro tashkilotlar tavsiyasi, xalqaro tashkilotlar tajribasidan kelib chiqqan holda imzolandi. Bu endi bizaga yanada antidoping agentligining faoliyatini yaxshilashga, takomillashtirishga, ya'ni toza sportni ta'minlash uchun katta bizaga vazifa va yuklamalar berildi.